O'shanda Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasining bir joyi kuyib yonib ketgan shekilli bu chandiq, bu og'riq hali ham o'sha insonlarning bir joyini kuydiryapti shekilli. Mana shu g'irromchi, mana shu sharmandali va mana shu nomard Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugun o'zbekistonlik barcha insonlar uchun juda ham muhim kun. Bugun 5-iyun va bugun biz O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqish yo'lidagi eng asosiy o'yini, ya'ni 3-saralash bosqichi 9-tur o'yinida Birlashgan Arab Amirliklari mehmoni bo'lamiz. Agar biz bugungi uchrashuvda hattoki durang natijani erisha olsak ham, biz keyingi bosqichga, ya'ni jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Biz bugungichalik hech qachon jahon chempionatiga yaqin kelmaganmiz. Bugun biz O'zbekiston vaqti bilan 21:00 da Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini mehmoni bo'lamiz va bugungi uchrashuvda biz g'alaba qozonsak va hattoki durangga erisha olsak ham jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritamiz. Do'stlar, to'g'ri, bu oson ish emas, lekin o'ylaymizki bugun nasib qilsa mana shu g'irromchi, mana shu sharmandali va mana shu nomard Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi ustidan g'alaba qozonamiz degan umiddaman. Nega men Birlashgan Arab Amirliklarini Futbol federatsiyasini nomard, sharmandali va mana shunaqa yomon so'zlar bilan aytyapman? Sababi bitta. Barchangiz ko'rib turdingizki, mana shu uchrashuvdan oldin, ya'ni bugun Birlashgan Arab Amirliklari uchrashuvidan oldin Birlashgan Arab Amirliklariga borgan minglab o'zbekistonlik futbol muxlislari, minglab O'zbekiston fuqarolari sababsiz orqaga qaytarilib yuborildi. Minglab insonlarning stadiondan turib tomosha qilishi mumkin bo'lgan chiptalari bekor qilib yubordi. Hammasi bu Birlashgan Arab Amirliklarining o'ylab topgan nayrangi, xuddiki ular bilishadiki stadioniga ozgina arabistonlik muxlislar kirishadi va o'zbeklarni qanchalik muxlislik qilishini ular Fransiyada bo'lib o'tgan Olimpiadada ko'rishdi va mana shunaqa dahshatli muxlislarning qarshisida biz o'z uyimizda mehmonga o'xshab qolamiz-ku deya mana shunaqa har xil nayrang ishlarni olib borishdi. Do'stlar, Birlashgan Arab Amirliklariga bilet olgan, u yerga borgan va hech qanday sabablarsiz ortga qaytarib yuborilgan yoki bo'lmasam borgan bo'lsa ham chiptalari bekor qilib yuborilgan futbol muxlislari, siz xafa bo'lmang. Nasib qilsa bugun mana shu g'irromchi, mana shu nomard arab futbolchilardan alamimizni olamiz. U17 futbolchilarni qilgan ishlari esingizdami? 9 kishi bo'lib mana shu arablarni mag'lubiyatga uchratishdi va ular Osiyo Kubogini qo'lga kirishdi. O'shanda Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasining bir joyi kuyib yonib ketgan shekilli bu chandiq, bu og'riq hali ham o'sha insonlarning bir joyini kuydiryapti shekilli. Bizni muxlislarimizni stadionga kiritishni xohlatishmadi. Mayli do'stlar, bugun nima bo'lgan taqdirda ham nasib qilsa O'zbekiston milliy terma jamoasi kamida g'alaba qozonishadi va Birlashgan Arab Amirliklariga ko'rsatib qo'yadi degan umiddamiz do'stlar. Xo'sh, do'stlar, ushbu uchrashuv soat nechida boshlanishi haqida yana bir bora eslatib o'taman. Nasib qilsa bugun mana shu uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. Bu uchrashuvni siz har doimgidek, agar O'zbekistonda bo'lmasangiz va siz yo'lda yoki internet orqali futbolni tomosha qilishni xohlasangiz, marhamat, Futbol vaqtining Telegram kanali orqali bemalol uchrashuvni jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Men uchrashuvni tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan havolalarni har doimgidek mana shu videoning kommentariyasida yozib qoldiraman. Marhamat, jonli efir manzili degan yozuvning pastida ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvning ustiga bosing va kirib jonli efirni tomosha qiling. Do'stlar, olg'a O'zbekiston deymiz. Nasib qilsa bugun biz inshaalloh birgalikda jahon chempionatiga chiqqanimizni nishonlaymiz. Xo'sh do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bugun biz Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi uchrashuvda qanday hisob qayd etishimiz mumkin va siz qanday hisobni kutyapsiz? Marhamat, bu haqida kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Olg'a O'zbekiston, olg'a O'zbekiston. Xayr, salomat bo'ling do'stlar.